Mana villamizga ham keldik. Odina, ancha og'irlashib qolsanmi? Dunyo, bir kam dunyosan. Kimga yevro, kimga dollar berasan? Hey, Shiroq, Odina darrov qaytinglarmi? Og'ayni do'stim, menga ozgina qarz berib tur, iltimos. Ozginagina, Odinaxon. Axir siz mehribonsiz-ku. yana qarzmi eshak? Og'ayni, litsenziyasiz mol olib ketayotgandim, qo'lga tushib qoldi. To'xta. Televizor bilan video qani? Klient chiqib qoluvdi, sotib yubordim. Senga videoni sot dedimmi? Menga qara, o'rniga akvarium sotib oldim. Televizor nima qilasan, baribir kamalak ko'rsatmaydi. Hey eshak, menda pul yo'q. Qilar ish chiqibsan, endi sur bu yerdan. Menda yaqin og'aynida pul yeyapsanmi? Odina, eringga tushuntir. Eshak, bozorga tushgandek rasxod ko'payib ketibdi. Ko'rib turibman, senga yangi ko'ylak olib beribdi. Undan ko'ra uyni tomini tuzatsa bo'lmasmidi? Qara, chakka o'tyapti. Bu yil uyni tomini lombos qilmoqchimiz. Bilasanmi eshak? Gap ochig'i Odina bilan senga beradigan qarzimiz yo'q. Yaxshisi bizni xoli qoldirsang bo'lardi. O'zi pulni nima qilmoqchisan? Gapir. Pulni hali nima qiladi? Supermarket ochardim, xavotiraman. Endi bankrot bo'lmayman. Nasib qilsa eshak korporatsiya. Eshak. Nima? Sabr kosamni to'ldirding. Mayli. Patxilladan qarz so'rab turarman. Yaqinda Amerikadan kelganda zo'ramora berib qo'ysa. Ozib-yozib sendan qarz so'rab mana. Ahmoq eshak. Tegirmonga tushsa butun chiqadi. Odina, eshakka baribir qarz berib bo'lmaydi. Qazasan, qartasan, eshakligingga tortasan. Eshak! Ha, bilaman, tretий lishniy, lekin otarchalarga nima deyman? Bas qil, Toshmat. Abbos guruhi o'z asarini namoyish etdi. Qistin shart emas. Men bularni prodyuser bo'laman. Sizlarni ota-onangiz yo'qlashmoqda. To'yingizni nishonlash bahonasida dadangiz kuyov bo'lmishkan. Nexia'ni kalitini berishga qaror qildilar. Bizni xizmat haqqimizni kuyov berib yuborarkan. Oyimba dadam. Qanaqa Nexia? Tek ovqat bo'ladi, yubormaymizmi? Uzr, biz bora olmaymiz. Nima? Nahotki tushunib yetmasang, otang meni o'ziga ichki yo'q olmoqchi. Men bunga chiday olmayman. Birinchidan, ichkiyov bo'lishni nimasi yomon? Ular meni yaxshi ko'rishadi, seni ham yoqtirib qolishadi. Mana ko'rasan. Yoqtirib qolishadi? Agar eshak uchun qarz so'rasamchi? Eshak uchun berishadi. Keyin haliga, mana bu o'rta kashiyam gapi menga yoqmadi. Qo'rqma, xizmat haqini otam to'laydi. Qo'rqayotganim yo'q men. Ular faqat Nexia berishmoqchi xolos. Nexia'siga zor emasman, tushunding? Biznesmen bo'lishni bir orzu qilgansan. Bu gapni senga kim aytdi? Sen menga uylanayotganingda. Demak, bo'lajak biznesmen ekanman-da. Dadam biznesmen bo'lasan dedilarmi? Bo'lasan. Voy, o'lib qolaman. Dadasi aytganmish buni. Baqaloq. Shiroq, tezroq bo'l. Kirakashni boshqa klientlari ham bor ekan. Xavotir olmanglar. Положениyaga biz qarab turamiz.